22 bab. Temanlıq Əlifaz cavab berib mundaq dedi. Odam Xudoga qanchalik foyda yetkazoladi? Hatto u aqlliq odam bo'lgan taqdirdimi? Xudoga qanchalik foyda yetkazoladi? Ajaba, hammaga qodir Xudo sening haqqoniyligingdan shodlanib, ishlaringning pokligidan foydaga erisharmi? Xudo sening uningga ixlosmand bo'lganliging uchun seni ayblamdi, so'roqqa tortamdi. Ajaba, sening gunohing ig'ir, jinoyating hisobsiz emasmidi? Sen qarindoshlaringning go'liga qo'ygan mol-mulkini sababsiz elib olding. Nomrodlarning kiyimlarini tortib olding. Sen chanqig'anlarga suv, qo'rsiqi ochqanlarga tamoq bermedin. Sen martivilik, yerning egisi ham o'z yeringda yashaydigan obro'yliq odam turuqliq. Tul xotinlarni quruq qo'l qaytirding. Yetimlarning qo'lini sundurding. Shunga atrofingni tuzoqla qaplab, seni tuyuqsiz vahima bosdi. Qarang'uliq naziringni to'sib oldi. Kelkun seni yutib ketdi. Xudo erishda emasmi? Qara, yulduzlar nemi degan egizda ha? Biroq sen Xudo nemini bilatdi. U qarang'uliqning orqasida turib, qandaqsiga so'roq qila olsin. U osmon gumbuzini chorlab yurganda, bulutlar uning nazirini to'sib oladigan tusa deysan. Ajaba, sen razillar mangan konu yo'lda davomliq mangmoqchimisan? Ular ajili to'shmay turib o'lib ketdi. Ömür yıldızlarını sel iqtib ketdi. Ular Xudoga bizden yiroq turg'in. Ey hammaga qodir Xudo, bizni zodi nima qilmoqchisan degan edi. Ammo Xudo yanila ularning oilasini yaxshi narsalar bilan to'ldirgan edi. Lekin men undaq razillarning o'y fikrlariga qo'shilmayman. Haqqoniylar ularning oqibatidan xushallanib, gunohsizlar ularni masxara qilishib, dushmanlarimiz vayron bo'lishdi, mol mulkini o't yalmab ketdi deyishidu. Shunga sen Xudoga bo'ysung'in, uning bilan inoq o'tkin. Shu chaqda sana baxt saodat keladi. Uning ta'limlarini qabul qilgin, so'zlarini qalbingda saqlag'in. Agar sen hammaga qodir Xudoning yo'liga qaytib kelsang, aslingga kelasan. Gunohlaringni chediringdan yiroqlashtirsang, oltiningdan voz kechsang, ofirdan kelgan oltinlaringni toshliq soyga tashlasang, hammaga qodir Xudo sening oltining, qimmatlik kumushing bo'ladi. Shundala sen hammaga qodir Xudodan xushallik topalaysan. Beshingni ko'tarib Xudoga qarayalaysan. Uningga duo qilsang, u anglaydi. Uningga bergan va'dalaringni amalga oshirsan. Qilmoqchi bo'lgan ishlaringning hammasi g'alibalik bo'ladi. Yo'llaringni nur yoritadi. Kishilarning qadri bo'lmaganda qaddingni ko'tar deysan. Xudo ularni qutqizadi. U hatto gunohkorlarni qutqizadi. Ular sening pokligingdan nijotlikqa erishdi.